SPF ishlatdim deb quyoshga promoy chiqib, yuzlaringizga dog' tushirib, qoraytirib qo'yib, keyin kosmetologga $500, $1000 sarf qilib yurmanglar. Toki original kopiya SPF ni farqiga bormaguncha. Mana bu Silimax SPF ni farqlarini ko'rsatib berdik. Buni qaranglar, vashi mana suyuq, juda ham suyuq qaymoq o'xshayapti. Ko'rdinglar? Mana bu poddelka mahsulotdan original mahsulot farqiga bormaguncha olmanglar, yuzlaringizga dog' tushirib qo'yishlaringiz mumkin. Ko'rdinglarmi? Qaranglar, mana boya ko'rsatganimizdek umuman teriga singmaydi. Korobkaning ushbu qismidan tepa qismiga qaraymiz. Originalda plomba berilgan pechatga Silimax yozuvi bor va QR kod bor. Originalda kopiyada faqat abishni klonka yopishtirilgan plombada. Xo'p, qolgan joylari почти bir xil, juda ham ajratib bo'lmaydi. Tagida qaraymiz. Tagiga xo'p, srok godinsiga qaraymiz. Originalda klonka yopishtirib ustiga srok bergan, kopiyada yo'q. Srok e'tibor qilinglar. Tak 2028 0803 originalda, 2028 03 25 kopiyada. Bundan oldingi bitta partiyada klonka bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi asosiy ichki qismiga e'tiborlaringizni qaratinglar. Chunki original bilan kopiya juda tez o'zgartiryapti dizaynni. Ichki flakondan ham ajratish juda qiyin. Почти bir xil chiqibdi. Men sizlarga hozir buni kameradan ko'rsatib bera olmayman. Bitta krishkasiga e'tibor qilasizlar. Ichki krem ichki teksturasiga e'tibor qilinglar. Qaranglar, originalda krishka glansli, yaltiroq. Qaranglar. Endi kopiyani ochamiz. Kopiyada matvi krishka. Sizlarda ko'rinyaptimi meniki? Ichki qismiga e'tibor qilsanglar. Bu original, kopiya. Endi kremning ichki qismini ko'ramiz, teksturasini qaranglar. Xo'p. 0803 original. Qaranglar. Oppoq. Kopiya. Sal qaymoqroq ko'rinishiga e'tibor qilinglar, qaranglar. Original kopiya. Endi qaranglar, buni yotishini ko'ramiz teriga buni. Original tez singib ketayotgan kojaga. Mana qaranglar mana, singib ketishi. Endi kopiyani ko'ramiz, qaranglar. Kopiya singmaydi teriga, ko'ryapsizlarmi? Yurib eq bilan meqa siydalib, chang'i uchgandek. Original уже mana singib ketdi mana. Ko'rdinglar mana kopiya. Mana shu yerdan farqlaysizlar. Qolgan upakovka, korobka, flakon, hamma joyi почти deyarli bir xil. Ko'rdinglar mana original kopiya.